Diqqat qilasizlar hurmatli obunachilar, bomba videoni sizlarga tayyorlab taqdim etamiz. Mavsumiy video xudo xolisi mana kunlar isidi, mazza qilib bundan buyog'iga mana shunaqa bir-biridan ko'rkam bo'lgan chiroyli so'ri kravatlarda o'tirib ishda keyin dam olishi o'ziga yarasha gashti bor. Hurmatli obunachilar, bugungi sanamiz 20-may. Biz hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'idamiz, Mebelchilar mahallasida. Hurmatli obunachilar, birinchi qo'lda mana shunaqa taxta so'ri kravatlari bizni obunachilarimiz bizi kanal nomidan chiqib bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Narxlari juda ham hamyonbop, birinchi qo'l bo'lganligi sababli har xil turda ustalarimiz yasab butun O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatishyapti ekan. Video davomida sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Buning uchun sizlar videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Bizi hamda ustalarning mehnatlari uchun albatta mana shunaqa chiroyli ishlarni qilib qo'yishgani uchun ustalar mehnatlariga like bosib qo'yinglar. Videomizni albatta yaqinlaringizga podelitsiya qilib qo'ying, bo'lmasam ma'lumotlar berishni boshladik. Usta Bahramjon aka, xormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat aka, xush kelibsiz mana bizga. Xushvaqt bo'ling. Xudo xolasa mana 2026-yil sezonga ham tayyorsizlar. Xudo xolasa shunday. Yaxshi aka, videoni boshida bizga ishlab chiqarish joyingizni, manzili bilan telefon nomerlarini aytib qo'yasiz. Hop, manzilimiz Namangan To'raqo'rg'on Shahand Olchin qishlog'i bo'ladi. Hop, telefon nomerlarimiz 90 kodi bilan 377 3300, keyingisi 99 kodi bilan 005 43 22 bo'ladi. Yaxshi. Bahramjon aka, bizni bilmaganlar uchun bitta eslatib ketaylik. Mana shu taxta so'ri kravatlari birinchi qo'l o'zingizlar ishlab yasaysizlar. Albatta. Gap yo'q. Undan tashqari yakkali divanlar ham so'raganlar uchun bor. Video davomida hurmatli obunachilar, shularni erinmasdan sizlarga narx-navosini aytib ketamiz, razmerlar bilan birga. Xudo xolasa. Xo'p, Bahramjon aka, bizga boshlanishiga budjetning variantidan boshlaylik. Qabul. Mana busini ko'rsataylik. Razmeri 1.40 ga 2.10. Choyxona so'ri deyishadi, 4 kishilik, misol. Yangi ro'zg'orlarga, bog'larga olsa bo'laveradi. Xullas, olib turishibdi. Narxi ham juda qulay narxda, 950 ming so'm narx qo'ydik. 950 ming so'm. Nechiga nechi bo'ladi bu? 1.40 ga 2.10. 2.10 taxtasi alohida 200 ming so'm. Shunday. Xon taxtasi 200 ming so'm narx qo'shiladi. Alohida. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, 950 ming so'mga mana shu so'ri kravatimizni bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Cheklanmagan miqdorda. Xo'p, keyingisi qanaqa? Bularimiz so'b 2.10 ga 2.70 razmerda sasna materialli, dolanali varianti. Narxi 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Nechiga nechi? 2.10 ga 2.70. Xon taxtasi alohida 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm ichida vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Yaxshi. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan. Shunday. Bu birinchi aytganimizga dastavkasi qanaqa? Bor albatta, dastavka qilib beraman uni. Vodiy bo'ylab, ha? Jon hisobi bo'lsin usta. 4 million 200 ming so'mlik varianti, 2.5 ga 3 razmer, oyog'i yong'oqli, chuqur soyoz gulli so'rimiz. Xudo xolasa qolgan yeri sasnali bo'ladi. Narxi 4 million 200 ming so'm, g'ildiragi bilan vodiy bo'ylab dastavka bor. Qolgan viloyatlarga pervalda oyog'iga o'tsa 500 ming so'm qo'shilib qoladi. Demak, buni oyog'ida g'ildirak o'rnatilgan. Bemalol u yoqqa joyini o'zgartirsa bo'ladi. Xon taxtasi 400 ming so'm alohida. Shuni hisobga qo'yishaveradi. Juda go'zal. Undan keyingi etapimizda tortma gulligimiz bor. Mana narxi 4.5 million so'm chiqadi. 2.5 ga 3 razmer. 2.5 ga 3 razmerda tortma gulli deydimi buni? Shunday. Yaxshi, mana gullarni ham ko'rib qo'yasizlar. Xudo xolasa juda chiroyli ishlar. Aytilgan narxlarda hammasiga vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Qolgan yerlarga 500 ming qo'shiladi, hisobini olib olishaveradi. Xo'p, bo'ladi. Bunisi elita modelimiz 4 million 800 ming so'mlik so'rimiz. 4 million 800 ming so'm do'stlar, qaranglar, buni ham oyoqlarda g'ildiraklar o'rnatilgan ekan. Qo'lish toy nomli so'rimizga kelsak, nomi toy. Toy nomli qo'lish bo'ladi. Razmeri 2.5 ga 3. Xo'p. Narx-navosi 15 million so'm. Xudo xolasa yetkazib chiroyli qilib o'rnatib beramiz vodiy bo'ylab. Juda ham zo'r, juda ham go'zal chiqibdi. Havas qilganlar komment ostiga yozib ketinglar. Xudo xolasa imkoniyati yetadiganlarga tavsiya beramiz. Xon taxtasi alohida 800 ming so'm. Nechiga nechi xon taxtasi? 1 ga 1.5. 1 ga 1.5 razmerda. Material nima bo'ladi bular? Material ikkita orqa oyog'i yong'oq, qolgan yeri sasnadaman. Mana yonidagi gullarni ham ko'rib qo'yasizlar. Xudo xolasa. Juda chiroyli qaranglar. Kraskalari ham o'ziga yarashgan. Naqshlari, gullari degandek. Xo'p, bunimiz qanaqa? Bu ham shunaqa toy nomlimizdan. Endi menga shunaqa ko'rinishda shohona qulayroqi kerak deganlarga mana hop 2.5 ga 3 razmer, oyog'i yong'oq, qolgan yeri sasnali bo'ladi. Narxi xon taxtasi bilan komplekt 8.5 million so'm vodiyga. Vodiyga 8.5 million so'm.
Vodiy bo'ylab yetkazib berishar ekan. Bular ham oyoqda g'ildiraklar o'rnagan. Juda chiroyli komplekt holati xona bilan. Shunday. Juda yaxshi usta. Undan keyingisi mana atirgul modellarimiz bor aka. Hop, razmeri 2,5 guch bo'ladi. Narx-navolari 6 million 500 ming so'm chiqib turibdi bular. 6 million 500 ming so'm. Shunday. Juda go'zal. Yaxshi. Keyingisi aka 2,5 ga 3,5 razmer. Kattaroq kerak deganlarga. Oyoq yong'oq, qolgan yeri sasnali, o'ymali hamda gladki aralash kombinatsiya qilingan. Hop, narx-navosi 6,5 million chiqadi buni ham. 6,5 million so'm ekan. Uzun ekan buni yana ancha. Uzunroq aka. Bundan ham katta kerak deganlarga mana 3 ga 4 razmer. 3 ga 4 razmerimiz 20-22 ta odam ham sig'averadi bemalol, xudo xolasa. Eng katta so'rimiz. Hop, bularimiz narxi mana shu xon taxtalari bilan komplekt vodiyga dastavka ustanovkasi bilan 9 million so'm qilib beramiz. Dastavka ustanovka komplekt xon taxtasi bilan. 3 ta xon shunga qo'shib berasiz. Qo'shib beraman. Qancha dediz narxini? 9 million. 9 million so'm ekan mana do'stlar, mana shu eng katta suri kravatimiz. 3 ta xona bilan birga vodiy bo'ylab dastavka xizmatlari ham mutlaqo bepul aytilgan narxi ichida. Assortiment serob, xudo xolasa aloqaga chiqsa ishlarini bitiramiz. Zo'r. Aytilgan razmerlarda qilib bera olasiz. Qilib berilaveradi, xudo xolasa. Yaxshi. Xo'p, yakkali divanlari ham bir qator tanishtirib endi bularga kelsak, xudo xolasa yakkali divanlarimiz, mana bularga kelsak, arzonroq varianti. Hop, 1 metrga 2.10 lik yog'ochli divanimiz. Machalkasi 4 santimetrlik. Yoshi kattalarga, ayniqsa belida og'riq bor, grijasi borlar bo'lsa, juda foydali bo'ladi. Misol, mana tagida chamadoni yo'q, ko'rsatib o'tamiz mana. Juda baxmat ishlangan. Shunday. Hop, yo'q. Narx-navosi ham juda qulay narxda. Hop, 800 ming so'm bir donasini narxi. Donaga 800 ming so'm. Ikkita olinsa 1 million 600 ming so'mga vodiy ichi dastavkasi besplatni bo'ladi, shunaqa. Eni nechi dediz? 1 metrga 2.10 razmeri. Eni 1 metrga qaranglar, juda keng ekan. Zo'r. Juda yaxshi. Xo'p, bu 2 kishilikmi hozir usta? Ha, bu mana Panda modelimizda, yakkaligimizda 2 kishi yaxlit bitta bo'lgan varianti zakaz asosida tayyorlab beramiz. Razmeri 1.90 ga 2,5 metr joyga tushadi. Matraslimi hozir? Matrasli, bespurjinli, prujina yo'q ichida, 2 tomonlamali ortoped matras, chiroyli, yaxshi zo'rida. Narxi 3 million 200 ming so'mga faqat zakazga tayyorlab beriladi. 3 million 200 ming so'm. Bunga dastavka qanaqa bo'ladi? Besplatni vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 3 million 200 ming so'm do'stlar. Shunday. Endi mana bularimiz o'sha hamma bilgan, xalq bilgan o'sha Panda modelimiz 90 ga 2.30 lik chamadoni bor tagida. Machalkasining qalinligi 10 santimetr. Shunday. Juda zo'r. Tepa pasti moyishi, o'rtasi villurli bo'ladi bu variantimiz. Narx-navolari 1 million 100 ming so'mdan ikkitasi 2 million 200 ming so'm vodiygacha dastavka besplatni. Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqandlar, Jizzaxlarga Pervalda uyog'iga o'tsa 1 million 300 dan tushadi. Donaga. Ha, 1 million 300 dan ikkitasi 2 million 600 ming so'm bo'ladi. Tushunarli. Demak, bir jup olganga vodiy bo'ylab aytilgan narxi 2 million 200 ming so'm. Dastavkasi bilan birga. Shunaqa. Zo'r. Qaranglar, juda ham chiroyli, machalkalari ham qalin ekan, 10 lik ekan. Ichida tagida sandiqlari bor. 1 million 100 ming so'mdan donasi. Zo'r ishlar. Xo'p, usta, bundan tashqari yana nimalar qilib beryapsiz? Yaxshi gulohlarimiz bor. Hozir joyimizga sig'maganligi uchun assortiment termadik. Bir 10 xilga yaqin mehkilarimiz bor. Bu yarim tester modelimiz, ixchamrog'i 2.30 ga 4.30 lik varianti, pampers prujinali, originalidan xudo xolasa. Mana shu turishi xon taxta ikkita pufigi bilan 5,5 million so'm. Ugo'loq kerak deganlar aloqaga chiqaveradi. 3,5 milliondan to 8 million so'mgacha bor ugo'loqlarimiz. Rasmini tashlab beramiz, ma'qul kelganini aytishaveradi. Faqat mehmonxona uchunmi? Ha, faqat mehmonxona uchun. Tushunarli. Demak, hurmatli obunachilar, ustamizda ugo'loqlari ham sizlarga xizmat ko'rsatish nimasi bor ekan, imkoniyati bor, bog'lana olasizlar. Yakkali divanlar doimiy qilishadi. Oldin ham videolar qilganmiz. Bemalol zakaz bera olasizlar. 800 ming so'm, 1 million 100 ming so'm dastavkasi bilan xudo xolasa. Suri kravatlar hozir mavsum keldi. 950 ming so'mdan u yog'i qancha dedik mana tulpori? 15 million so'm. 15 million so'm imkoniyatingiz yetsa, niyat qilgan bo'lsangiz, bemalol ekrandagi ustamizning nomerlariga bog'lanib zakaz bera olasizlar. Aka o'z kanalda ko'rdingizlar, xursand bo'lamiz. Xudo xolasa sizlarga manfaatimiz tegayotganidan xursandmiz.
Usta hozircha shular a? Hozircha shular albatta. Yashang, charchamang, telefonga hushyorroq bo'lib turasiz a? Xudo xolasa. Yashang. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun yana bitta manfaatli videoni taqdim etdik. Albatta, bizni hamda ustalar mehnatlari uchun like bosmagan bo'lsangiz, bir donadan like bosib qo'ying. Fikringlar bo'lsa, komment ostida bemalol qoldirishingiz mumkin. Iloji boricha yaxshilik uchun mana shu videoni yaqinlaringizga, Telegram, WhatsApplarga podelitsiya qilib qo'ysanglar, gruppalarga xursand bo'lamiz. Manzil bo'yicha ham kelarasizlar, kelib ko'rib tanlab olib ketmoqchi bo'lganlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'i Olchin degan joyi bor. Shu yerda mebelchilar, birinchi qo'l mebelchilar Bahramjon akamizga bog'lanib kelarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilinglar.